Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli Umid.uz kanalimizda ashaddiy muxlislari. Bilasizlar, Ali Baraka do'konimizda yangidan yangi tovarlarimiz kelyapti. Mana hozir Damaslarimizni yuklayapmiz. Kattaroq partiyada issiqxonasi bor egalariga Damaslarga yuklab jo'natilyapti. Hozirda yangi plyonkalarimiz kelgan va bundan tashqari mana bu yerdagi bo'lib turgan jarayonlarni Asadbek ukamiz bilan suhbatlashib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimisiz? Ali Baraka savdo markazimizga xush kelibsiz aka. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Umidjon aka, bugun mijozlarimizga Xitoy davlati ishlab chiqarilgan eng sifatli plyonkalarimizni yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Bu plyonkalarimiz bu mashinamizda Xitoy davlati ishlab chiqarilgan Ultraval degan plyonkamiz. Ko'chada turgan mashinamizda Xitoy davlati ishlab chiqarilgan Eva plyonkalarimiz kelgan. Ikki xil. Ikki xil plyonka, sifat darajasi bir xil. Aha. Sifat darajasi quyosh nuri o'tkazuvchi bir xil bo'lgan salafanlar. Ikkalasi ham rangi oq rangidan kelgan, qalinligi 0.8 dan 1.5 mikrongacha, eni 8 metrdan 16 metrgacha bo'lgan Eva plyonkalarimiz, o'sha Ultraval plyonkalarimiz yetib kelgan. Plyonkalarimizni sifati bo'yicha video davomida to'xtalib o'tib ketamiz. Yaxshi. Keyin kelaverasiz. Hozirgi kunda eng mavsumi bo'lib turgan mahsulotimiz. Chaqib bering. Radiatorlarimiz Radiator mahsuloti Xitoy davlati ishlab chiqarilgan Ali Baraka brendi ostida kelib turgan eng sifatli 10 kiloli radiatorlar. Xo'sh, bu radiatorimiz Umidjon aka bilasiz. Yaqinda o'sha klientlarimiz sezonligi uchun tugab qolgan edi. Bu yangi keldi mana. Yangi mahsulotlarimiz keldi. Algam 2000 tadan oshiq radiatorlarimiz kelgan. Ochsak shuni mijozlarimizga bir yana sifatlarini ko'rsatib o'tsak. Mana. Xo'sh. O'sha eng sifatli Ali Baraka brendi ostida ishlab chiqarilgan 10 kiloli radiatorlarimiz yana sotuvga keldi. Bu radiatorimiz mana kelishi bilan hozir 50 taga yaqinni mijozlarimizga chiqarib yuboramiz. Hozir o'shancha ajratib olib qo'yganmiz. Bu o'sha eng arzon narxda sotilayotgan. Eng arzon narxda, eng arzon optim narxda. Optim narxi. Kelishilgan holatda Ali Barakada o'sha hozirgi kunda biz eshitishimiz bo'yicha, mijozlarimiz aytishi bo'yicha narx-navolar ko'chada 98 dan 105 dollarga chiqib ketgan. Bizda yuklarimiz hali ham kelishda davom etyapti. Narximiz o'sha. Bizda nima deydi, mijozlarimiz uchun chegirma deymizmi, yengillik deymizmi, sezoniga qaramasdan narxlarni o'zgartirmagan holatda tovarlarimizni chiqarib yuboryapmiz. Yaxshi. Bu qaysi mijozlarga shuni ham aytib o'taylik endi. Umid.uz kanalidan kelgan mijozlarimizga har doim narxlarimiz o'sha qo'yilgan optim narxlarda. Kelganlaringda narxlar o'zgarib qoldi, ko'tarilib ketdi deyishimiz mumkin, lekin o'sha videoda ko'rgan narxlaringda qilib beramiz albatta. Xudo xolasa. Hozir mana avvalgi videolarimizda ham aytganmiz, bir mijozimiz o'zlari og'zi bilan tan olayapti. Oltiariq territoriyasi yoki boshqa tumanlardagi narx-navolarni solishtirib kelib, aynan shu joyga kelib xarid qilyapti va o'sha videomiz ham bor. Demak, bu radiatorlarimiz ham o'sha el qatoridan ko'ra ham yengilroq. El qatoridan arzonroq, o'sha optim narxda hali ham. Narxini aytib o'taylikmi o'sha sal? Endi narxini o'zi mijozlarimiz ham bilib qoldi. Bilib qoldimi? Aka videolar davomida qo'yib boryapti, xos sezonligi uchun. Endi atrofda bizdan olib foydalanadigan dehqonlarimiz, endi klientlarimiz, mijozlarimiz o'tgan safar ham aytdim. Narxini qo'ymanglar, mayli video qo'yaylik, narxini qo'ymaylik deb ular bilan kelishgan holatda savdo qilyapmiz deydi-ku. Demak, tashqarida, ya'ni bu Ali Barakadan tashqarida bu radiator bilan sotuv bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarimizga ham bir nonini yarimta qilib qo'ymaslik uchun, ularga bir qandaydir bir ma'lumot toshlari deydi, mana shunaqa toshlar otib qo'ymasliklari uchun narxni indamayapmiz, lekin mana shu joyga kelib, narxni o'zingiz realni shunday ko'rib, dogovor qilib oladigan bo'lsangiz va orada Umid.uz kanalidan keldim degan promokod aytadigan bo'lsangiz, ayniqsa past narxlarda sizlarga qilib berishadi. Yana nima yangiliklarimiz qish mavsumiga? Xo'sh, birinchi tushirgan mashinamizda agrovolokno mahsulotlarimiz keldi. Agrovolokno mahsulotlarimizda eni 120, 220, 320, 420, 640 gacha keldi. 42 grammligi va 60 grammligi keldi. Tepada va bildingiz, bizning qishloqda aka asosan uzum yetishtiriladi va teplisalar ham juda ko'p. Shu aytib o'taylik demoqchiman, buni ham sovuq bo'ldi, bilgan bo'lsangiz. Ob-havolar -5 dan ham pastlab ketdi. Shu paytda 20 sotikdan boshlab 1,5 gektargacha bo'lgan uzum bog'larni o'rashdi. U bog'larni ham borib hali videosini qo'yamiz, xudo xolasa nasib qilsa.
-5, -6 gradusda dehqonlar bu agrovolokno mahsulotimizni 42 grammligi 100% sinovdan o'tdi. Ichkarini +10 dan yuqori ushlab berdi. Minus bo'lganda ham hech qanaqa istisnosiz yerni o'zini issiqlik hisobiga o'sha mevalarimiz umuman sovuq olmadi. Bularni ham keyingi videolarimizda xudo xolasa borib dehqonlar bilan suhbatlashib albatta qo'yamiz. Xudo xolasa. Haligi YouTubedan kelgan mijozlarimiz yo shu internet orqali ko'rgan mijozlarimizda albatta savol tug'iladi. Bu necha gradusdan necha gradus ushlab beradi? Bu endi aytib o'tsak bo'ladi. Qo'rqmasdan aytaveramiz. Buni 100% sinovdan o'tkazdik. -5, -6 gradusda ichkarini albatta endi +10, +8, +15 demaymiz-ku. Plus darajada 100% ushlab beradigan mahsulot bo'lib chiqdi. Nolga tushirmagan holatda. Nolga tushirmagan. Shu uzumni bilasiz, u tarkibi deyarli suvdan iborat bo'ladi. Uni nolga tushsa yo'q, minusga o'tsa yo'q, muzlaydi. Sovuq oladi u narsani. Shuni sovuq olgizmasdan yaxshi ushlab berdi aka. Bu degani endi sinovdan o'tdi. Bemalol qo'rqmasdan dehqonlarimizga tavsiya qilamiz buni. Agrovoloknoni. Agrovolokno demak ana shunaqangi xususiyatlari bor. Buni bilganlar bor, bilmaganlar bor. Oldingi videolarimizda ham aynan shu agrovoloknoni qalampir sohasida Tbilisida sinab ko'rgan dehqonimiz bilan ham suhbatlashganmiz. U videoni ham bir o'tib, u insonni ham bir ma'lumotlarini eshitinglar. Keyin yana bir ma'lumotni har safar aytib o'tganimiz ma'qul. Bu yerda Ali Barakada yutuqli tanlovlarimiz bor. Nechta xarid necha marta kelganda bo'ladi bu? 6 marta xarid qilgan odamga o'zimizda albatta ichkarida ko'rsatib o'tganmiz. Bonuslar bor. Bonuslarimiz albatta buni belgilatib ketishsin. Shuni aytmagan ekanmiz. Uni olib ketyapti. YouTube'da kamdan kam mijozlarimiz belgilab ketgan. Belgilatib ketgan mijozlarimiz albatta o'z yutuqlariga ega bo'lgan. Buni ham aytib o'sha mashina filtrini almashtirgan paytda kitobchasiga yozib yurishadi-ku. Buni ham xuddi shunday kartochkamiz bor. Ali Barakadan savdo qiladigan bo'lsangiz, har kelganingizda bitta ptichkani qo'yib, o'zini maxsus joyi bor. Ana shu joyga belgilab, pechatni urib berishadigan bo'lsa, o'sha 6 marta dedingizmi? 6 martadan keyin 6-marta, 7-marta kelganingizda o'sha sizga chiroyli bonuslarimiz bor. Bu bonuslar bundan tashqari katta partiyada savdo qilgan insonlarimizga ham o'sha albatta bonuslarimiz bor. Do'konimizda ko'rsatganimiz yaxshi narsalar bor. Buni endi aytib qo'yaylik. Bu bonuslarimiz haligi nima deydi? Qolgan savdo markazlariga o'xshab 50 ming, 30 ming, 60 minglik emas, eng kamida 500 mingdan boshlab 5 milliongacha bo'lgan bonuslarimiz bor. Buni ham aytib qo'yish kerak. Yutuqlarimiz, misol kelgan xaridorimiz 6 martada deylik 5 milliondan savdo qilsa, aka o'rtacha mijoz 30 millionlik savdo qilgan mijozga hech qachon 50 ming so'mlik sovrin bermaymiz. Har uni farqi yo'q, o'zi tanlagan mahsulotni oladi. O'sha 7-marta xarid qilganda tanlov bor. Bu 5 millionlik bo'lsa 100 ming, o'sha 500 ming so'mlik bo'lsa, qolagan tanlovini oladi. Faqat o'sha 7-marta xaridga kelganda. Tushunarli. Demak, tez-tez bosib, biletni yo'qotib qo'ymasdan, shahar kelganda ptichkasini qo'ydirib, pechatni urdirib olsalaringiz, bu narsani vohaga borganlar ko'p biladi. Chunki oshxonalarda xuddi shunaqa tanlov bor-da vohalarda. Har kirganingizda urasiz, o'sha keyingi to'lovga borganingizda bonuslar sizni kutib oladi. Bu yerda ham xuddi shunday. Nima yangiliklarimiz? Nari mashinaga o'tamiz aka. Bor. Metrodan yuraylik. Yaxshimi? Lochinbek ukamiz haldan beri kameradan qochib yuribdi, mana yana ketdi. Bu bizda Ali Barakani eng ishonarli, savdo qiladigan marketing bilan marketing bo'yicha eng tushunarli. ashaddiy savdo qiladigan. Mana tovarlarimiz. Mirjon aka, bu plyonkamiz o'sha Xitoy davlati ishlab chiqarilgan. Nima, sizlarga bitta ag'darib olaylik. Yaqinroq olib kelasiz. Mana. Ultraval buyuk devor. Ali Baraka brend ostida chiqqan eng sifatli plyonkamiz bo'ladi. Bular qalinligi 0.8 dan 1.5 mikrongacha, ya'ni 8 metrdan 16 metrgacha. Hammasining rangi oq. Buni sinovlarini ko'p ko'rsatganmiz. Ha, bu plyonkamizda sinovlarini ko'p ko'rsatganmiz. Akalar o'tiringlar, bemalol. Deyarli xalqimiz bu plyonkani bilib bo'ldi, sifatini, garantiyasini, hamma yo'g'ini, quyosh o'tkazish darajasigacha. Yorug'lik darajalari zo'r. Yorug'lik. Hozirgi kunda eng nima deydi? O'zimiz haligi Jaydar tilda aytganda chempion plyonka shu bo'lib turibdi hozirgi kunda. Demak, dehqonlarimizning tanlovi mana shu. Dehqonlarimiz tanlovi. Endi yana dehqonlarimizga yangilik qilganmiz, pushka mahsulotlarimiz. Pushka mahsulotlarimizni ham aytib o'tamiz. Umidjon aka, pushka mahsulotimiz biz o'ylaganda ham yaxshiroq effekt berdi. Endi oz muddat bo'lsa ham, aka minus ko'rdi dehqonlarimiz. Minus ham bo'pti, 1 emas, 2 emas, -6. 6 gacha tushdi. Yaxshiroq minus gradus ko'rdi. Shunda
bir Marg'ilonlik o'sha Sarmazor degan qishlog'i bor. Именно o'sha pomidor, bodring, rozvoy pomidor, pusht pomidorni respublika emas, chet elga, Rossiyaga eksport qiladigan qishloq bor. O'sha haqiqiy dehqon, pomidorchi dehqon. U akamizni ham issiqxonasiga boramiz nasib qilsa. 3 ta mahsulotimizni ishlatib ko'rdik. Effekti haqiqiy bomba darajada bo'ldi. O'sha -6 gradusda deyarli +18 +20 gradusda olib chiqibdi. Endi u fenda, u uni ko'rsatganmiz. Hozir mana video davomida ham kadrlarni qo'yib boramiz. U katta fen, ichida spirali bor. O'sha 380 ga ishlaydi. 380 ga ishlaydi. 380 ga ishlaydi. Biz video davomida aytganmiz, kilovatini 10 deganmiz, lekin hurmatli dehqonlar, u mahsulotimiz qo'yilgan gradusga chiqqandan keyin avtomatik o'chib yonganning hisobiga gradus nima deydi, rasxod ozayadi. Hisob kitob qilsangiz, 1 sutka davomida ishlasa, kilovati где-то 4 yoki 5 ta atrofida rasxod qiladi. Uni olmoqchi bo'lgan juda dehqonlarimiz ko'p. Kilovat baland, kilovat ko'p rasxod qiladi deb o'ylangani uchun shuni ham video davomida aytib o'tib ketyapmiz. Tushunarli. U bitta qizitib olgandan keyin hadib olib pastdan ishlab turmaydi-da, u o'chib yonish hisobiga. O'chib yonishini hisobiga o'sha sixonani yaxshi termiz holati yaxshi bo'lsa, deyarli 18 ga olib chiqib olgandan keyin bir gradus pastlaguncha oradan past yarim soat, 1 soat vaqt o'tadi. Shuni hisobiga yaxshiroq effekti bor. Effekti bor. Keyin anu rasxodi ham kam. Tushunarli. Demak, qishki mavsumga zarurat bo'ladigan jihozlarimiz barchasi bor bu yerda. Mana pushka mahsulotimizni aytib o'tishdi. Bundan tashqari o'sha agrovolokno va plyonkalarimizni eng sifatlilari va bundan tashqari qo'shimcha boshqa jihozlar ham bu yerda serob. Oldida o'sha do'konimiz bor. Do'konda kabelni ishlaringlarimizga tushadigan barcha kranliklar, atvodlar, ya'ni o'sha suvni turbalarini ulaydigan atvodlar, u atvodlarga hech qanday dazmol, hech qanday bir fen ishlatish kerak emas. O'zi shunday ruchnoy o'rnatsa bo'ladigan narsalar bor. Buni ham videosi alohida chiqqan. O'sha Umiduz kanalimizga o'tib, Ali Barakani bu yerdagi Oltiariqdagi filialimizni videolarini barchasini bir qator tomosha qilsalaringiz, maza qilasizlar. Olmasalaringiz ham bir ko'rib qo'ysalaringiz ham bir o'zlaringiz issiqxonaga qiziqqanlaringizni his qilasizlarda. Asadbek, sizga ham kattakon rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. O'sha har doimgidek bizni mijozlarimizga imkon qadar ma'lumotlarni zo'rini berib, narxlarni zo'rini qilib, bonuslarni chiroyli qilib berasiz. Biz har doim obunachilar tortishamiz-da. Ya bo'ldi. Sizdan kelgan xaridorlarga har doim narxlarni chiroyli qilib beramiz. Keyin aytib o'tamiz. Xaridorlar kommentariya yozib, like bosib, esdan chiqib qolmasin. Albatta, like'larni gumbillatinglar. Sog' bo'linglar.